xatnadan keyin eng ko'p uchraydigan o'zboshimchaliklar, ya'ni xatolar ota-ona tomonidan. Bulardan eng birinchisi bolani giperzabota deymiz. Juda ham ko'p ayagan holda o'zboshimchalik bilan har xil dorilar berib tashishadi, ustimoz berib tashishadi. Biz aytamizki, mana shu ma'lum bir o'zi mumkin bo'lgan og'riq qoldiradiganlar, uspokayительныйlar bor. Shularni biz spiska qilib yozib beramiz. Undan tashqari dori berish tavsiya qilmaymiz. Og'riq qoldiradigan ko'p berib yuborish ham shart emas. Shunaqangi qiziq voqea bo'lganki, katta o'g'limni bir oy oldin shamollab qoluvdi, o'shani doktor antibiotik yozib beruvdi. O'sha antibiotikni hozir kichkinamga qilib yubordik, xatnadan keyin gaz yo'q olmasin deb. Bu so'z qayerdan chiqdi, yana gaz yo'q olish, nima degani u deyapman-da. U antibiotikka birinchidan u bolaning yoshi, boshqa yoshda, u bo'lgan holati yoki undan oldingi olgan antibiotikning turlari, shularni hammasi inobatga olinadi. Bu bir. Ikkinchidan, xatnadan keyin bolaning ismasi chiqmasa, shamollamasa, katta kuchli og'riqlar bo'lmasa. O'shaning uchun nimadir bolaga berishdan oldin birinchi mutaxassis bilan, o'sha xatna qilgan ustinglar bilan, doktoringlar bilan bir maslahatlashinglar. Bizda xatna bo'lgan bolalarning ota-onasiga aytamizki, mabodo nimadir bo'lib qolsa, telefonda aloqalashamiz va sizlarga men kerakli tavsiyalarni beraman deb aytib qo'yaman. Shunda ham uchrab turadi. O'z boshimchalik bilan har xil bo'lar bo'lmas dorilar, kerak emas bo'lgan ximikat kremlarni, nimadir mazlarni surishadi. Shart emas. Eslatma sifatida biz Instagramimizda har doim yozib qo'yamiz. Yo gapirib chiqaman, xatnadan keyin yo'riqnomalar, nima qilish kerak, nima qilish mumkin emas. Shuning uchun bizani kuzatishda davom ettiringlar.